Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Jismoniy madaniyat va sport fani bo'yicha navbatdagi mavzumiz yengil atletika, o'rta va uzoq masofalarga yugurish texnikasini takomillashtirish. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi rejalarni belgilab olganmiz. Bular quyidagilardan iborat. Birinchisi o'rta va uzoq masofalarga yugurish texnikasi. Ikkinchisi o'rta va uzoq masofalarga yugurish bo'yicha musobaqa qoidalari. Uchinchi rejamiz o'ta uzoq masofalarga yugurish texnikasi. O'rta va uzoq masofalarga yugurish texnikasi. O'rta va uzoq masofalarga yugurish yengil atletikaning muhim turlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yugurish turlari yurak qon tomir tizimini mustahkamlash, chidamlilikni rivojlantirish va psixologik tayyorgarlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ma'lumki, o'rta va uzoq masofalarga yugurish texnikasi o'zining tashqi belgilariga ko'ra yengil va chiroyli yugura olish hamda mushaklarni zo'riqtirish yoki bo'shashtirish kabi yugurish ritmining almashishining bir-biriga mosligi, to'g'ri chiziq bo'ylab barcha harakatlarni o'zaro muvofiqligini ifodalash zarur bo'ladi. Yugurish texnikasini chiroyli ham tejamli bajarish yugurish turlarining barchasida yuqori natijaga erishishning asosiy omili hisoblanadi. Yengil atletikada yugurish turlari tavsifi quyidagilardan iborat. Bular o'rta masofaga yugurish 500, 800, 1500 metr, ba'zida 2000 metr hisoblanadi. Asosiy talablar o'rta masofaga yugurishda bular ushbu masofalarda texnik tezlik va chidamlilik uyg'unligini muhim. Sportchi anaerob va aerob imkoniyatlarini uyg'unlashtirishi kerak bo'ladi. Uzoq va o'ta uzoq masofalar bular 3000 metr, 5000 metr, 10000 metr va marafoncha yugurish masofalari hisoblanadi. Bu masofalarda to'g'ri tempni taqsimlash va chidamlilik eng muhim omillardan biri hisoblanadi. O'rta va uzoq masofalarga yugurishda startdan chiqish qanday bo'ladi? Bu masofalarda asosan yuqori startdan chiqiladi. Uzoq masofalarga yugurishda tananing oldinga egilishi va qo'l oyoqlarning harakat doirasi kamroq bo'ladi. Qadam uzunligi qisqa masofalarga qaraganda qisqaroq bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, qisqa masofa yugurishga nisbatan masofa bo'ylab yugurishda o'rta masofalar va uzoq masofalarda qisqa qadam tashlanadi. Finish chizig'ida sportchi imkon qadar yugurishni tezlashtirishga yoki erishgan yuqori tezlikni saqlab qolishga harakat qilishi zarur. Mana talabalar quyida startdan chiqishni ko'rishimiz mumkin. O'rta va uzoq masofalarga yugurish asosan yuqori startdan boshlanadi. Sportchi signal berilgan o'q yoki o'q ovozi yoki marsh komandasi bilan berilgan zahoti yugurishni boshlaydi. Birinchi qadamlarda uning gavdasi ko'proq engashgan bo'lib, keyinchalik asta-sekin tiklanadi. Qadamlar kengligi osha boradi. Yugurish tezlasha boradi. Sportchi tezlikni oshirib borib, qisqa vaqt ichida erkin yugurishga o'tadi. Masofa bo'ylab yugurish paytida gavda to'g'ri yoki sal engashgan bo'ladi. 5-7 gradus bo'ladi. Gavdani oldinga sal engashtirib turish depsinish kuchidan to'liq foydalanishga va oldinga tezroq siljishga imkon beradi. Oldinga haddan tashqari engashib olish yiqilar darajada, yiqilib ketish darajada yugurishga sabab bo'ladi. Demak, natijada bukilgan oyoqni olg'a uzatish qiyinlashib, qadamlar qisqaradi, tezlik kamayishiga olib keladi. Depsinish fazasida toz oldinga chiqarilishi o'rta va uzoq masofalarga yugurishning muhim xususiyati bo'lib, bu tayanch reaksiyasi kuchidan to'liqroq foydalanishga imkon beradi. Yuguruvchilar gavdasining engashishi 2-3 gradus atrofida bo'ladi. Depsinish paytida ortib uchish fazasida kamayadi. Demak, depsinish paytida engash ortadi, uchish fazasida esa kamayadi. Boshning holati gavda holatiga yaxshigina ta'sir qiladi. Shuning uchun boshni to'g'ri tutib oldinga qarash kerak bo'ladi. Sportchi yugurayotganda tashqi kuchlarga ta'sirining quyidagi xususiyatlari kuzatiladi. Demak, yugurgan paytda birinchi startdan yugurishda
tinch holat inertsiyasini yengib o'tish kerak bo'ladi. Yugurish tezligiga bog'liq ravishda muhitning qarshilik kuchini o'zgartirish kerak bo'ladi. Tayanch reaksiyasi ta'sirining davriyligini oshirish kerak bo'ladi. O'rta va uzoq masofalarga yugurishning o'ziga xosliklari nimalardan iborat? Demak, masofa farqi. O'rta masofalarga yugurish yuqorida biz 500 metrdan 2000 metrgacha belgilab o'tdik, lekin shu jahon chempionatlari, olimpiada o'yinlarida asosan shu 800 metr va 1500 metrga masofalarga yugurish kiritilgan. Bu masofalarda yugurishda uzoq masofalarga yugurishga 3000 metrdan 10000 metrgacha yugurishlar kiradi. Ular stadionda yoki cross masofalarida o'tkaziladi. Yugurish jarayonini shartli ravishda quyidagilarga bo'lish mumkin. Start va startdan tezlik olish, masofa bo'ylab yugurish va marraga yetib kelish. Endi fiziologik talablar. Bu masofalar nafas olish va yurak qon tomir tizimlarining yuqori darajada rivojlanishini talab qiladi. Sportchilarning aerob va anaerob imkoniyatlari optimal bo'lishi kerak. Jismoniy tayyorgarlikning har tomonlama bo'lishini muvaffaqiyat garovidir demak. Jismoniy tayyorgarlik yuqori darajada bo'lishi kerak. Strategik yondashuv nimalardan iborat? Har bir masofada o'z strategiyasiga ega. Demak, tezlikni qachon oshirish, raqibni qachon ortda qoldirish yoki qachon kuchni tejash kerakligini bilish juda muhim hisoblanadi bu o'rta masofa va uzoq masofalarda. Psixologik ustunlik ham katta rol o'ynaydi. Yugurish texnikasiga o'rgatish va uni takomillashtirishning asosiy vositalari sifatida quyidagilarni aytib o'tish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, o'z harakatlarini nazorat qilgan holda sust suratda yugurish, ikkinchi tezlikni asta-sekin oshirib yugurish, uchinchi har bir alohida yuguruvchining yugurish texnikasiga sidagi kamchiliklardan kelib chiqib, tanlab qo'llaniladigan yugurish va sakrash gimnastikasining ayrim mashqlaridan foydalanish tavsiya qilinadi. To'rtinchi, taxlidiy mashqlardan foydalanish tavsiya etiladi. Beshinchi, yordamchi mashqlardan o'z vaqtida foydalanish. Oltinchi, yugurish jarayonida qo'llar va oyoq harakatini to'g'ri bajarishga e'tibor qaratish lozim. Yettinchi, sakrash mashqlarini doimiy ravishda qo'llab borish zarur bo'ladi. Hurmatli talabalar, endi ikkinchi rejamizga o'tamiz. O'rta va uzoq masofalarga yugurish bo'yicha musobaqa qoidalari. Bu yerda o'rta va uzoq masofalarga yugurish musobaqalari stadionlarda o'tkazilib, mazkur turga 500, 600, 800, 1000 metrlar va 1 milya kiradi. Bu 1500 metr asosan belgilangan, 2000 metr, 3000, 5000, 10000 metrga yugurishlar tegishlidir. Demak, bu yugurish masofalarining barchasida sportchilar yuqori start holatidan yugurishni boshlaydilar. Mana yuqoridan ko'rib o'tdik, hozir ham mana bu yerda rasmda ko'rib o'tishimiz mumkin shu startdan chiqish holatlari. Sportchilar musobaqaga talab etilgan tartibda sport kiyim boshi, poyabzali va ko'krak raqami bilan qatnashishlari ruxsat etiladi. 500 metr, 600, 800 va 1000 metrga yugurishda sportchilar startdan keyin birinchi burilish oxirigacha alohida yo'lakda harakatlanadi. Ayrim hollarda musobaqa bosh hakami ko'rsatmasi bilan bu musobaqalarga yugurishni umumiy startdan boshlashga ruxsat etiladi. Qolgan masofalarga umumiy yo'laklar bo'ylab yugurishga ruxsat etiladi. Demak, mana talabalar ko'rib turibsizlar, bu yerda stadionda yugurganda har bir startdan chiqqanda o'z yo'lakchasidan chiqadi sportchilar, keyingi aylanadan boshlab hamma bir yo'lakdan yugurishga ruxsat etiladi. Endi uchinchi rejamizga o'tamiz. O'ta uzoq masofalarga yugurish texnikasi. O'ta uzoq masofalarga yugurish, ayniqsa marafoncha yugurish sportchidan nihoyatda tirishqoq va juda chidamli bo'lishni talab qiladi. Marafoncha yugurish paytida ish quvvati uncha yuqori emas, ammo umumiy ish miqdori juda kattadir. Demak, bu yerda masofa 42 km 195 metrni tashkil qiladi. Sportchilarni ham ko'rib turishimiz mumkin. O'ta chidamli va shu masofani bosib o'tishga
juda jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan sportchilar hisoblanadi. Marafonchi yugurish paytida sportchining yuragidan 5 tonnaga yaqin qon aylanib o'tadi. Umumiy energiya sarflash miqdori ham juda yuqori bo'ladi. Shuning uchun yugurish jarayonida energiya beradigan moddalar zapasi kamayadi. Qondagi qand miqdori kamayadi. Natijada yuguruvchining ish qobiliyati pasayadi. Shu sababli marafonchi yugurish paytida sportchilarga darmon bo'lsin uchun ovqatlanish joylari tashkil qilinadi. O'ta uzoq masofalarga yugurish texnikasining uzoq masofaga yugurish texnikasidan farqi ko'p emas. Yugurish uzoq vaqt marafonchi yugurish 2 soatdan ortiq bo'ladi davom etishi sababli yugurishning o'rtacha tezligi kamaytirilmay, ammo tejamli harakat qilish juda muhim. Shosseda yugurayotganda yerning qattiqligi, asfalt, tosh ham yugurish texnikasiga ta'sir qiladi. O'ta uzoq masofalarga yuguruvchilarning mashg'ulotlari qanday tashkil qilinadi? O'ta uzoq masofalarga yugurishda yuqori natijalarga erishish uchun avvalo bir necha yil davomida mashg'ulot ishi hajmi juda katta bo'lishi kerak. O'ta uzoq masofaga yuguruvchi chidamli va yetarli darajada tez bo'lishi kerak. Yuguruvchini axloqiy irodaviy tayyorlashning, uning tirishqoqligi va matonatining, mehnatsevar va hozir javobligining o'z kuchiga ishonishining ham juda katta ahamiyati bor. Tezlikni his etishning ahamiyati katta bo'lib, u mashg'ulot jarayonida mutassil takomillasha boradi. O'z tezligini to'g'ri aniqlay olish yuguruvchiga masofada o'z kuchini to'g'ri taqsimlashga va yuqori natija ko'rsatishga yordam beradi. O'ta uzoq masofalarga yugurish bo'yicha musobaqa qoidalari qanday bo'ladi? O'ta uzoq masofalarga yugurish turlari bular 20 km, 25 km, 30 km masofalarni tashkil qiladi. Shuningdek, marafonchi yugurish ham o'ta uzoq masofaga yugurishga kiradi. O'ta uzoq masofalarga yugurishda yuqori start holatidan yugurish boshlanadi. Yuqori start buyruqlari startga va olg'a buyruqlari beriladi. O'ta uzoq masofalarga yugurishda musobaqalar final tarzida o'tkaziladi. G'olib va sovrindorlar marraga kirib kelgan vaqtida va o'rni bo'yicha aniqlanadi. O'ta uzoq masofalarga musobaqalar katta ko'cha va shosselarda o'tkaziladi. Hurmatli talabalar, shuni bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Sizlarga quyidagi mustaqil topshiriqlarni beramiz. 800 yoki 1500 ga masofaga yugurishda start va yugurish harakatini video orqali bajaring. O'z texnikangizni tahlil qiling. Start holati, qo'l oyoqlar muvofiqligi, tana holatini baholang, natijani platformadagi topshiriqlar bo'limiga yuklang. Shuni bilan bugungi mavzumizni yakunlaymiz. Hurmatli talabalar, keyingi mavzularda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.